Yorim hayotingizni jekpotda yutib olgansiz deydi. Men esa siz meni jekpotda yutib olgansiz deyman. Xullas ikkalamiz ham bir-birimizni omadliga chiqarib yashaymiz. Nima keragi bor tong otmasdan turib dars qilishni sizga yosh bola bilan? Nima keragi bor sizga Instagram deb qo'yadi? O'zim band bo'lmasam, e'tiborliroq bo'l, menga ham vaqt ajrat deb sizni qiynashni boshlayman. Qo'ying, o'zimga tegishli hayotcham bo'lsin deyman. Men o'zi tabiatan juda ham ko'p gapiraman. Baxtlariga Instagram chiqib tinglovchilar qatoriga siz qo'shildingiz. Yorimni qulog'i anchagina dam oladigan bo'ldi. O'zi boshdanoq men juda ham gapdorman deganimda bir umr eshitaman deb uylangan. Hozir ba'zan uyqusi qochib ketsa, "Visola, kuningizni aytib bering, meni uyqum kelsin" deb ustimdan kuladi. Bunaqa hazillardan aslo xafa bo'lmayman. O'zim aniq bilaman, meni hikoyalarim zerikarli emasligini. Aslida bilamanki, tongda turib dars qilishimdan o'zlari ham xursand bo'ladi. Ba'zan meni nonushta tayyorlashga uyg'otmaydi, ba'zan esa ovqat qilmay qo'yavering, ko'chada ovqatlanamiz deb meni to'g'ri tushunadi. Ertalab nechida uyg'onishimdan qat'iy nazar bir kunda kamida 7 soat uxlab olishim kerak. Bo'lmasa kayfiyatim kim bilan urushsam ekan degan hurpayish rejimida bo'ladi. Nimagadir yorimning yaxshi jihatlari ko'zimga ko'rina boshladi. Sog'inibman shekilli. Nima bo'lganda ham O'zbekistondagi sayohatim yaxshi o'tyapti. Sog'inib zo'rg'a yetdim axir. Toshkent 9-kun English Visolani kuzatganingiz uchun sizga katta rahmat.